Burunning burnusida bir sirliq afsun bo'lib, uni faqat o'llik o'qisingizlar bir sirliq hayotlik koridori ochiladi ekan. Buning bilan hikoyadagi kishilar bolalar cho'chak dunyosiga kirdi ekan. Bu yerda biz cho'chakdagi barliq kishilarni uchirta olamiz. Bu bo'lsa-mu yangi girim bolalar cho'chigi. Mami. Mom. Ha. Dalman shu. Yeni bir tevekkülçilik tayyorlig'ingiz bitdimi? Amisa yo'lga chiqdim. Tanrım, bu yerdekiler güllüklerini tazlap koymam degene. Ağrım gitti. Hey doktor, kimdir birisini muşun o'xshash munarda turdi degan eding-ku. Yaxshimisiz? Odam bormi? Ostroq. Yenimga kelinglar. O'xmanglar, sat bo'ldi. Qo'rqitmagandim men. Men egiman shahzoda bo'laman. Siz shahzodami? Hech yo'q doktor. O bir shahzoda ekan. Sizni ko'nglimdan intayin xushalman. Hurmatli ahlileri, men bo'lsam yo'q, dunyo bo'yicha eng dangliq tavakkülchi. Endi mening o'zimni tunishtirishimga ruxsat qilgaysiz. Men bo'lsam doktor Kohl bo'laman. Men bir olim, ham falsafashunos, ham san'atni qadrlovchi. U keldi. Kim? Nada? Nimani ko'ramiz? Shu. O dunyodagi eng go'zal qiz. To'g'ri debsiz ahlileri. O nahayt chiroyli ekan, intayin go'zal ekan, to'g'ri debsiz. Bu naqsha haqiqatan ta'sirlikka. Bu naqsha men anglagan naqsha ichidagi eng lirik, eng hasratli naqshlarning biri bo'ldi. Men bu yerga uni ko'rilish uchun kunda kelaman. Unda qolsa uni uyga berib ko'rsangiz bo'lmadimi? Bo'ldi, demayli qo'yay. Chunki siz xechil bo'lasizda. Ammo doktor, butun dunyo men shundaq. Kela do'stim, bu yana ishini topaylik. Uni kechirishingizni umid qilaman. U hamisha shundaq aldiraqsan. Ish cho'qilmish atrofda. Nima degan g'alati joy bu? Mushundaq joydami odam turdikina? Voy, hajab kirishi qizi yo'q-ku. Endi faqat ushqandla andin uni ko'raladigan bo'ldik. Bu maslahating bog'idak. Ansirmang oliylari, yeringiz siz bor. U oshiq bo'lgandan keyin bu yerda yolg'iz tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Ko'rsangiz aytcha oliylari, u ana. Nima bo'ldi? O bak güzel ekan. Haqiqatan güzel ekan. Siz endi unaqa gap qiling. Men dedim. Nima desangiz bo'laverdi. Masalan, yaxshimisiz? Bugun havo nihoyat yaxshi. Men bilan to'y qilishni xohlamsiz degandek. Bering, tez bering, gap qiling bo'ling. Bo'ldilar. Gap qilaychi, ha? Yaxshimisiz? Pastda odam bormi? Yaxshimisiz? Men Egmen shahzoda. O kirib ketdi. Men uni cho'qib qo'rqitib etdim. Qo'rqitib etgan siz emas, biz kelyapti-da. Nima?
Hanım, bugün baldır qaytib kepsiz-da. Bu dünya boyu en galati öyge kiriş sol eken. Sevimlik şagirdim. Bugün qandaqroq turding? Men intayin yaxshi. Rahmat Kotir Hanım. Sen nimaga qaravatsan balam? Pastda birasi bormikan? Yo'q, hech nima yo'q. Bayman xato ko'rib qolgan o'xshaydi. Bugungi darsni ishladingmi, ha? Dars? Shundoq. Har bir so'z esimda. Undaqda yaxshi. Epson kitobni akagin. Tez bo'l. Epson kitobi men izlab baqay. Hilil taxmushat ko'yganda qilgan edim. Hilil sen bu kitobni o'qisan-da, ishni tukli qurutga aylantirish, zaharlik o'sma hunari yaxshi emaskan. Topdim. Chashqanni o'michga aylantirish. Shundoq qilayli. Kela, buni o'zgartib baq. Kela. O'ylana olay, to'g'ri bo'lmadi. To'g'ri. Osmon ilohiy, yer ilohiy, chashqan tez o'zgar. To'g'ri, dal shundoq. Kechirgin. Kichik jonivor, kechirgin. Bu bir tiying'u. Qarang, nima degan o'mak. Menga qara. Emichga nima degan o'xshagan-a? Men sana deb qo'yay olsun. Eğer dersini yaxshi o'rganmasang, qandaqmi bir ayol perxon bo'la olaysan? Kotir Hanım, mening perxon bo'g'im yo'q. Og'ir qiladingiz. Yaxshi yomonni bilmaydigan ahmoq qiz. Yana mushu vaqtda kelaman. Epson kitobning birinchi bobini o'rganib bo'l. Yana uni menga yodlab bersan. O bek bechorka. Ya uzun bichora qiz. Biz uni qutuldirishimiz kerak. Tez bo'laylik. Uni qutuldirib olaylik. Yaxshimisiz? Hali qiyri bir kun bir narsani degandan keyin ondan chiqar edi. Nima degan bo'g'aydi? Ya u so'ng chechingizni qo'yib eting. Dal shundoq. Kim? Meni sizlar chaqirdinglarmi? Biz chaqirmadik, siz chaqirmadik. Undaqda meni chaqirgan kim? Mana bu kishi. Yaxshimisiz? Men Igmat bo'laman. Bu kishi Igmat Shahzoda bo'ladi. O sizning qochib ketishingizga yordam qiladi. Ko'nglingizdek yaxshi ekan, hurmatli oliylari. Biroq sizlar menga yordam qila olmaysizlar. Balkim amal tepilib qolar. Biroq biz tasviriy va sizga amal qila olmaymiz. To'g'ri dedingiz. To'xtab turinglar. Tezroq doktor. Biz ustiga chiqadigan bo'ldik. Kimga qiz? Sizga nima bo'ldi? Sizning yuzingizni mendaq yeriga sapli tikkan-ku. Albatta shundoq bo'ladi. U degan erkish tursa, allarning hammasining saqli bo'ladi. Bu ya bo'ladi ekan-a? Biroq menga nisbatan bir turmaga o'xshash. Siz mendan boshqa erlarni ko'rib boqqanmidingiz? Uning cho'qim dadisi bo'ladi, shundaqmi? Shundoq. Ilgari meningmi dadam bor edi, opammi bor edi. Men ularni intayin yaxshi ko'rdim. Biroq u chaqda men tek kichik bola edim. Mana hozir 10 yil o'tib ketdi. Qaranglar, uning ko'ngli bak yerimkan. Uning yordam qila olgan bo'lsak, bak yaxshi bo'ladi. Endi qanday qilamiz, doktor? Uni kuldiraylik. Bu yaxshi amal bo'ldi. Uni qanday qildiramiz, aliylari? Qanday kuldiramiz? Qanday qildiramiz, doktor? Men bilamadim. Kuldirgidek bir ish qilaylik. To'xtab turinglar. Men bir amal topdim. Bu nima degan kulkilik? Rastoqchide. Hey, bu degan mening shilapam. Cho'qim chiqib ketish amal tepishimiz kerak. Biroq bunday egiz shot yo'q-da. Lekin uzunroq og'am hisob qilib bo'ladimi?
Biz amal tapalaymiz, hamon amal chiqadi, shundaqmi? Bo'lmasa mening chechimni kesaylik, andin unuga yamish tushib ketaylik. Bu yaxshi amal bo'ldi. Bo'lmaydi. Men qo'shilmayman. Dunyoda bundoq go'zal chechi bor odamdan yana birisi mavjud emas. To'xta. Bu ipaklarni ishlasak qanday bo'lar? Sizning bu bir odamni ko'taralarmi? Ete, men ko'rib baqay. Chidamchanligi 7.12, zichligi 0.5. Bo'ldi ekan. Bir odamni bemalol ko'taralaydi ekan. Bak yaxshi bo'ldi. To'xtanglar. Bu yerda faqat bir lenti bor. Agar bular bilan o'xshash egizlikda bo'lsa, farzimcha 287 inglizchasi uzunlikdagi ipaklarni ketadi. Sizda nechta lenti bor, ha? 3 ta. Bu cho'ngmaslar emaskan. Mening qasrimda ipak intayin ko'p. 100 tal og'amchi ishga yetadi. Bek yaxshi bo'ldi. Endi men bu zerikishlik to'yini qutuladi ham bo'ldim. Bek yaxshi bo'ldi. Mana bu mening qasrim bo'ladi. Sadın demiş yüzbedi. Kechiringlar xonimlar. Men bu ipakni ishlatib turay. Bu narsani billa ağaç ketdim. Hech yo'q. U degan mening do'stim. Ko'l, endi mansaq bo'lar. Bu lentalar yetarli bo'ldi. Undaqda bak yaxshi bo'ldi. Tez mayli. Sap bo'ldi. Bunim endi. Bo'ldi. May. Öyle başkası pıraq bağı. Qarğanda bu yak adam ketdi-de. Nemi davatqanligingizni tushunmadim, Kotir xonim. Shundaqmi? Faqatla ishangim kelmay vaqtida. Topshiriqni ishlab bo'ldingmi? Qani ko'rib baqay. Yaxshi. Undaqda menga bu toshbaqni yilonga aylantirib bergin. Yilonga aylantir devatman. Qushga aylantir demedim. O yaramaz vurun. Çokum bu yerga odam ketdi. Bildim. Men bu yerni sehrlab shaklini o'zgartirib etay. Hey, yerning cho'nqur qatlamida yetgan. Tez chiqib o'tkir tikanlaring bilan bu yerni o'rvag'in. Bek yaxshi bo'ldi. Kelaydi do'q. Suyimlik yo'q uzoq. Sizni hazırlı biz. Onu qaranglar, chuqum ayol perxona qilgan ishi. Yo'q uzoq. Shahzoda ahliylari, oxir keldingiz. Qarang perxonning qilgan askiligini. Mening kichik farishtamning nima qilayotganligini ko'rib baqayli. Shundaqmi ish bo'lamdi? Men sening yapichilig'ingni berib beqib cho'ng qilsam, endi sen menga mushundaq javob qaytaramsan. Shahzodani ko'rdi yuz o'rdingmi? Sen buning uchun cho'qim badal to'laysan. Men sizga qanday javob qaytaraman? Siz uchun har qanday ishni qilishga rozi. Men albatta sizlarga ko'p tashakkurimni bildiraman. Endi siz men bugun kecha bu lentlarni to'qib chiqay. Biroq siz cho'qim at deganda Kotir xonimdan baltir kelishingiz kerak. Xotirjam bo'ling, men kafolat beraman. Tegayda qoldi. Tam yursa mening shahzodam meni og'il keldi. Ya uso. Chechingizni tushiring. Egmant, bu sizmi? Shunda suyimligim. Men shahzoda Egmat bo'laman. Men sizni qutqizg'ili keldim. Astra qalilari, bekchim tatib etdingiz.
satıversiniz. Ya Uso, sevimligim tayyorlig'ingiz bitdimi? Ha, o'qiyni ko'rinmaydi-ku, ha? Oo, yaxshimisiz shahzodam? Ayolingizni izlab keldingizmi? Gayri Cadigar, sen onu nima qilding? Endi uni ikkinchi ko'ramaysan. U faqat meningki. Men ko'ramayapman. Men qarg'u bo'lib qoldim. Ha, bu og'am seni bek yaxshi to'qitdi kelishgan shahzodam. Endi men salomatligingning balduroq asliga kelishini tilayman. Xeyr alvasti. Biz uni cho'qim tutishimiz kerak. Biroq olilari, siz eshitmani ko'ramaysiz-da. Ikkinglar yo'l boshlanglar. Uningga agishib mansaqlar, yo usuni cho'qim topa olamiz. Doktor, sen uning merisiga chiqib, uning yo'l boshlagin. Men aldida manga. Chiqib ketadigan yo'lni endi topolmaydigan bo'ldim. Ajab Xalit tashkina. Ular qarmoqqa bir narsa o'xshamdi, qanday odam? Tosh ichiga band qilingan odam-kan bu. Sen ularni taniyamidingmi? Qarab baqa, obdan qarab baq. Tanidim. Ajaba ular. Shundoq. Ular dal sening ota-onang bo'ladi. Tangrim, dada, opa. Siz ularni nima qildingiz? Ular o'ziga o'zi qildi. Xeyli vaqtlar ilgirki bir kuni ular men bilan birga bu yerga kelgan edi. Seni topa olamiz deb o'ylab qolgan chog'i. Shunlashqa men ularni tosh davriga aylantirib etdim. Nomsiz Terxon, Qabih Terxon. Rahmat sevimligim, bu men anglagan eng chiroyli maqtash bo'ldi. Endi sening menga hech qanday keraging qolmadi. Seni biroqla tosh davriga aylantirib etsang, kela. Meni qo'yma. Nang bilan sen hamisha jamiyni qo'ymaysan. Qabih Terxon, meni qo'yma. Kela. Meni qo'yma. Qabih Terxon, meni qo'yma. Chata xoldi. O qeyri perxon ko'rinmaydi-ku, ha? Bu nima? Japanim. To'xtanglar. Japanim bilan umr yashaydigan narsa-ku. Balkim biz uningga agishib berishimiz kerakdir. Biz hozir qayerda? Shaparamning hammasi mush yerdan uchib ketgan edi. Biroq ko'rinmaydi-ku. To'xta, qara, ustida bir narsa bada qiladi-ku. Qanday narsa? Nimani ko'rding? Önkirning eg'izi u yerda chiqmoq bayqasan. Yuringlar men bilan menglab tez. Yaqinroq menglab taqas bo'linglar. To'xtab qolding-ku. Hech nima. To'g'risini desam, bu bir necha ming inglizchasi keladigan önkirkan. Hayron qoluvchiligi yo'q. Cho'qim boshqa chiqish eg'izi bo'lishi mumkin. Gultir xonimning qanday yo'qda? Men ishonmayman. Endi bo'ldi. O'tirib, ovoz titrabdan keldi. Esimni qo'y, meni qo'yver. Ya uzun. Esimni qo'y, meni qo'yver. Temizlangan omuqim. Men aksin o'qiganda diqqatimni yig'ishim kerak. Ben qarab baqay. Olvasti, ömüchük, kelkanchik quyruqi, muzung bilan o't yoqqin, yolqincha oqqan mo'ldirga o'xshash, tez men usul o'ynay. Yolg'izing tosh aynib ketsin. Tez aytinglar, nimani ko'rdinglar? Perxon yovuzsingni. Su, muz, kali,
Yav uzunla uğur verillah. Etenim kalay beni koyuverken. Ya uzun. Egmen, benim ağlayacağım. Egmen, yakınlaşmam. Babasız mı taş kaynını kalırsın. Sayın Şahzade, o sizni mi karavulga koyuptu? Ben sizni ko'ramisam bu, lekin siz qalbimga allaqachon o'rnab ketdingiz. Doktor Çatakuli bir amal topmamışsan tez bol. Bu yoqqa kel, tez bo'l. Hey, bunda qarab turmay, ustiga chiqishimga yordamlashmamsan, ha? Tez bo'l. Çatak yok gele. Yakka. Xotirjam bo'l. Yok yaxshi. İşki aşık məşuq birlikte önkürge solunuqdu. Nemi degen bichara, ha? Tezrak bol kardeşim babası öldüremem mi tez bol. Qabih seher, uni to'xtatib turg'in. Uni to'xtatib tur. Muz, o kali, o qabih ko'tir xonimni o'g'ri belanglar. Ya! 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 Oo, pek yaxşı kıdın kardeşim. Pek yaxşı oldu. Av yakırak lan. Mening ko'zim. Mening ko'zim. Men sizni yana ko'raladim. Pek yaxshi bo'ldi. Ya uzun. Dada, abba, men sizlarni endi ko'rolmaydigan bo'ldim deb tutganman. Bu ishlarga haqiqatan shaylik kelmayotdi. Biz oxirjam Biz bo'ldik. başdan axır sizni izlab keldik. Men sizni obdanoq ko'rib olay. Siz texmi chiroyli bo'lib ketibsiz. Dada, abba, men sizlarga birsini ko'rsatay. U Shahzoda Egman bo'ladi. Oliylar. Hürmetli alileri. Bo'ldi, tuz qilmanglar. Aslida men sizlardan aytib so'rashim kerak edi. Sizlardan qizinglarni menga yotib qilib berishinglarni so'rayman. Bu nima deginiz? Biz aran ko'rishgan tursak, uni ikki tomondaysiz-ku. Biroq men uni sevmayman, dada, abba. Agar xohlasanglar, mening qasdim tursanglar, bek mamnun bo'lganlar. Bek yaxshi bo'ldi. Undaqda bizning shundaq qilmaymi amalimiz yo'q o'xshaydi. Emeliyatimizin köpçülükünün keyfiyatını bozduğumuz yok idi. Endi biz manhaq boğdu. O to'g'ridaydi. Qaytadigan yo'l esingladimi? Buning da g'am yemam. Yo, tayyorlandingmi? Semsila, semsila. Yeni girin balla çöçüge. Qandaq şarkı bizge ihtiyacı bolsalar biz tayyor. Mağdur. Haydi xo'sh, rahmat sizlarga. Xo'sh. Shuningdan e'tiboran Yav Usun qiz bilan Shahzoda baxtlik ham xushal xuram yashab